Keyingi oshiq jinni alomati, misol bir odamga jin kirib oldi-yu, tepadagi aytgan holatimiz bo'lmashi mumkin. Birinchisini aytdik-ku, haligi sovchilarni qaytib kelish u bo'lmashi mumkin. Tushuvda ehtimol bo'lmashi ham mumkin. Ikkinchisi, yoki uchinchisi bu boshqa bir shunaqa jinlangan odamni jinni bilan o'xshash ham ketadi. Yotganda bir o'zi yotganda, xuddiki oldida bir odam yotganday bo'ladi. Yotibdi, xuddi oldida bir odam borday turaveradi hali yerda. Bo'lmasam yotibdi-da, agar yonboshiga qaraydigan bo'lsa orqasiga, xuddi orqasida bir odam shunday bosaman deb turganday turibdi-da. Hatto eshikka chiqqanda shunday bir sezim bo'ladi, qo'rquv sezim bo'ladi, bir odam uni kuzatib yurganday bo'ladi. Bir xonada o'tirsa hattoki nafas tovushlarini ham eshitib oladi. Mana oshiq jinning alomati. Yolg'iz qolgan mahalda shunaqa bir qo'rquv sezim bo'lishligi. Endi bu masalan sehr jinni bo'lishi ham mumkin, qassashgan jin bo'lishi ham mumkin. Ko'proq shunaqa yotoq masalasiga kelganda, yotganda, bo'lmasa bir o'zi qolib qolganda, shunaqa bir sezim, bir odam kuzatib turgandek sezim bo'lishligi bu oshiq jinning alomatlari hisoblanadi. Oshiq jin bilan balolangan, oshiq jin bilan jinlagan erkak yoki ayol kishi ko'p uxlab qoladi. Ko'p uyquchi bo'lib qoladi. Chunki uxlagan mahalda jasad jinniki bo'ladi. Jin quchoqlab yotaveradi uni. Uxlagan mahalda jasad jinniki bo'ladi. Uyg'on mahalda u odam boshqa bir narsani alaqsib yuradi. Lekin jin u paytda jasadga egalik qila olmaydi. Uxlagan mahalda ko'p uxlab qolishi, yaxshi bizga o'qilgan kelgan odamlar ko'p uyqusidan shikoyat qiladi, hattoki men buni yaxshi ko'raman, bu meniki degan jinlardan shunaqa deb aytgan odamlardan so'raganimiz yoki o'zlari shikoyat qilishadi, ko'p uxlashligi haqida. Ko'p hattoki bomdod ham qazo qilib yuboradi. Futonda ham o'qimasdan uxlab yoki bir uxlagan bo'yicha uzoq vaqtlar uxlashligi. Endi bu boshqa bir jindan bo'lishi ham mumkin, lekin ko'pincha ko'p holatlarda mana shu oshiq jinning alomatlari deb mashlar sanaladi. Mana shu mahalda shu odam o'ziga terang bekam bo'lib, namozlarga yana ham mustahkam bo'lib, agar namoz bo'lsa imkon qadar jamoatga harakat qilib, agar ayol kishi jo'liqsiz yurgan bo'lsa jo'lig'ini o'rab, namozini o'qib, ilm bo'ladigan yerlarga borib, savog'ini qilib, Allohdan qo'rqib, gunohlardan tiyilib, zikr chalib, bomdoddan keyin asrdan keyin duolar o'qib yuradigan bo'lsa, inshaalloh albatta u odamlardan bu narsa ketadi. Inshaalloh ketadi. Ketmay qolgan odamlikni ko'rmadik. Alhamdulillah ketadi. Faqat bunga odam o'zi mustahkam ekan bo'lishi kerak har bir amallarga. Keyingi holatlari kam gap bo'lib qoladi. Ozroq so'ylab qoladi. Endi u degani ko'pchilikda orasidan tortilib qoladi. Chunki qo'shilgisi kelmaydi. Hattoki yolg'izlikni ham xohlaydi, gapirgisi kelmaydi. Chunki jin shunaqa bir e'tiqodda bo'ladiki, oshiq jin o'ta qizg'anchiq bo'lib ham hech kimga gapirish kerak emas ekanda. Masalan, bu bir odam suygan bo'lsa, otangga gapirma, enangga gapirma, akangga gapirma, ukangga gapirma, anaqa tiy solinmaydi u narsadan. Lekin jinlar shu o'zini yaxshi ko'rganligini, kuchliligidan birovlar bilan gaplashishni ham to'sibadi ekan. Chekilib qoladi. Chaqirsa, masalan, ijobat qilmaydi. Buyurmayki boramiz desa bormaydi. Kelmayki desa kelmaydi. Nimaga? Ko'pchilik xohlamaydi. Shu yolg'iz bo'larsa, shular bilan gaplashmasa, shu odam boshqa odamlar bilan gaplashmay qolishligi ham aslida jinning alomati, lekin bo'lib hammani oshiq jinning alomatlaridan hisoblanadi ekan. Keyingisi bir o'zi uzoq vaqt bitta xonada yolg'iz qolishni xohlab qoladi. Shu odamlardan qo'shilmaydi. Shu oldingi alomatga o'xshaydi, odamlarga qo'shilmasdan bir o'zi bitta xonada yolg'iz qolsa, unga birov xalaqit qilmasa-da, mana shu hayot yaxshi unga. Yolg'iz yashashlik unga yaxshi. Albatta yolg'iz yashab, bunaqa o'zini odamlardan chetga tortayotgan odamlarga aytadigan narsamiz, bu o'zi asli shariatimizga qaytarilgan amallardan. Payg'ambarimiz yolg'iz safarga chiqmanglar dedi. Odam yolg'iz safarga chiqmasligi va bitta uyda odam yolg'iz o'zi o'tirmasligi. Chunki bir odam uyda yolg'iz o'zi qoladigan bo'lsa, jin shaytonlar uni oldiga kelib qattiq vasvasa qiladi. Qattiq vasvasa qilganda
odam o'ta qattiq g'amga tushadi. G'amga tushgan mahalla keyin u odamga jin kiradigan o'rinlar ochilib ketadi. Yoki shu odamlardan shu oshiq jin uzib olsa-da bitta xonaga, olib kirib olsa. Bitta xonaga olib kirib olsa bo'ldi. Ashimma yeb, ashimma ichib, ashimma uxlab, ashi jin shunmay yura oladi. Buni nafsini endi jinga tashlab qo'yishligi bu yaxshi emas. Odam o'zi kurashish kerak. Bu ichidagi narsa eng katta dushman. Ichiga kirib, gunohlarga undayotgan, namozlardan to'sayotgan, agar eri bo'lsa eriga itoat qilishdan to'sayotgan narsa eng katta dushman. Bu dushmanma odam o'zi kurashmaguncha bu yoqdagi odamlar u ichidagi narsa bilan kurasha olmaydi. Endi bu narsani kurashi, u narsani yengadigan narsa faqat ruhiy ozuqa. Odam tug'ilganda ruh bilan tug'iladi. Agar odam tug'ilganda odamda ruh bo'lmaydigan bo'lsa, u o'lik tug'iladi. O'lik tug'ilganga janoza ham o'qilmaydi, ism ham qo'yilmaydi. Bizning ruhimizga o'qiladi janoza, bizning ruhimizga ism qo'yiladi. Endi bu jin kirgandan keyin jin odamning ruhiga ta'sir qiladi. Misol jin kirgan odam jinni kepatasiga tushib olmaydi. Julli jin deylik, jin kirgandan keyin odam jindor bo'lib ketmaydi. Agar it jin kirib oladigan bo'lsa, it turkumdagi jin, u odam it bo'lib qolmaydi. Agar uchib yuradigan jin kirib oladigan bo'lsa, u odam uchib ketmaydi. Faqat odamning ruhiga ta'sir qiladi. Ta'sir qilganda ham odamni iymoniga qarab ta'sir qiladi. Agar iymoni, taqvosi baquvvat bo'ladigan bo'lsa, bu degani ruhiy ozuqa. Ruhning ozuqasi quvvatli, ruhi baquvvat bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh u bandaga bu darajada qattiq bir ta'sir o'tkaza olmaydi. Agar ruhi zaif bo'ladigan bo'lsa, unda bu bandaga u kirgan jinlar xohlagan ishini qilishi mumkin. Misol bir odam o'zini badani, o'zini jasadini ko'targunchalik ovqat yeydi. Masalan, baquvvat odamlar ko'p ovqat yeydi. Bo'lmasam shu o'zining jasadiga qarab odam ovqat yeydi. Shuni singari bizning ruhimizda ham ozuqasi bor. Ruhimizni agar biz ozuqalantirib yuradigan bo'lsak, ruhimiz baquvvat bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh bu narsalar bu darajada u odamga ta'sir qila olmaydi. Buni ozuqasi eng birinchi mana namoz. Eng birinchi namoz. Namoz o'z vaqtida o'qishligi, Qur'oni Karim ko'p o'qishligi, o'qishni bilmasa ta'lim olishligi, bo'lmasam Qur'onni ko'p eshitishligi, ilm majlislari, madrasalar, o'quv dargohlari, masalan da'vatlar bo'ladi. Shu xunaqa holatlarda yaxshi bir ishlarda u odam ishtirok etishligi u odamning ruhini baquvvat bo'lishiga sababchi bo'ladi inshaalloh. Albatta internetdan qanchalarga mana ustozlar da'vatlari chiqyapti. Mashlar da'vatlarni eshituvla qo'ymasdan, eshitgan narsasi o'ziga ziyon qilish kerak emas. Amal qilsa, inshaalloh odamning ruhi baquvvatlashaveradi. Keyin bu kirgan narsa ham Allohning izni bilan tavba qilib chiqib ketadi. Biz ba'zi bir anaqalarni mana eshitdim yaqinda, men bekar kiribman bu jasadga deyapti. Men bekar kiribman. Bu deydi, hali bu qori ekan bu deyapti. Qur'onni ko'p o'qiydi ekan deyapti-da. Men kuydirvordi bu deydi. Kuydirvordi, men bekar kiribman bu jasadga. Bo'ldi, tavba qildim, bu meni kuydirvordi deb, ashi bir kelganda boshda shu gapni aytdi, halejin boshlab qoldi. Allohning izni bilan keyin shu narsa shu odamdan chiqib ketdi. Shuni singari bu aytilayotgan narsalarda aytyapmiz, birinchidan jinda hech qanaqa kuch-quvvat yo'q, qudrat yo'q. Kuch-quvvat magaram Allohdan. Biz bu jin bilan oshiq jin bo'lsin, sehr bo'lsin yoki qaslashgan jin bo'lsin, mana shu jin bilan musibat ko'rayotgan bandalarga, odamlarga, bemorlarga aytadigan gapimiz bu kirgan jin odamni o'ldirib qo'ya olmaydi, inshaalloh. Kirgan jin odamni aqlini ozdirib qo'ya olmaydi. Kirgan jin odamni ajrashtirib olmaydi. Magaram Alloh taolo ikkita narsani bandasida ko'rishlik uchun mashi jinga izn beradi ekan. Yerdan biron bir narsa ko'tarmaydi Allohning iznisiz. Biron bir parak tushmaydi Allohning iznisiz. Har bir narsa Allohning izni bilan bo'ladi. Bu jinlarda ham Robbisi Alloh. Jinlarning qilayotgan ishi ham Allohning izni bilan bo'ladi. Xuddiki bandani qilayotgan ishi Allohning izni bilan bo'lgan singari. Endi Alloh taolo bir bandaga shu bandaga kirishlik uchun izn beradi ekan ikkita sabab bilan. Birinchisi mana shu bandani Allohga bo'lgan iymonini ko'rishlik uchun Alloh taolo izn beradi ekan. Qani Allohdan deb bilamiz shuni? Yoki men nima gunoh ish qildim? Men nima qildim? Men bunda ko'p bo'ldi meni bolam. Uni bolasi mana qa yuribdi, meniki maqsad ko'p bo'ladi emas.
Allohdan bu. Allohda yozgan qadar ekan, Allohdan bu deb bilishligi. Ikkinchisi, mana shu musibatga bandani sabrini Alloh taolo ko'rishligi uchun musibat berar ekan. Shu musibatga sabr qiladigan bo'lsa, Allohni biladigan bo'lsa, inshaalloh u odam najotda. Inshaalloh. Agar bu kelgan musibatga sabrsizlik qiladigan bo'lsa, u musibatni sabrsizlik qilishligi bilan u musibat undan ketib ham qolmaydi. Balki ana shu sabrsizligi bilan u banda Allohning g'azabini sotib olgan bo'ladi. Sabr qiladigan bo'lsa, inshaalloh sabrning orqasida najot bor. Alloh taolo sabr qilguvchilar bilan birga va sabr qiladigan bo'lsa, mana uning orqasida najot va albatta mana shu najot bilan birga Allohning rozichiligini u banda sotib oladi inshaalloh.